Salom do'stlar, sizlar bilan Ultra Gamer. Men yana sizlarga ko'p o'yin olib chiqishni Slendrina degan o'yin. Qanunda boshqa ekstremga qo'yib o'ynaymiz. Ishlar ham mana bu yerda hard, medium, extreme Slendrina va aytganimdek birinchi chiqqan videomda aytganimdek Granny birni videosida olib chiqqandim. Unda buvijon bor edi, o'rgimchak buvijon. Bunda ham joylashgan. Mana bu eshiklarning ichidan biz 6 ta kitob yig'sak chiqib keta olar ekanmiz. Qani chiqib ketishga harakat qilaman. Qani undagi boshladik. Bu yerda ham hech nima yo'q. Ovozini balandroq qilib olamiz, shumlar eshitilishi uchun. Tarik, mana bu yerga kelibmiz. Bu o'zimiz ochilib ketdimi eshik? Ha, o'zimiz ochgan ekanmiz. Mana biz to'g'ri ketgan ekanmiz. Voy mana sizlar aytganimdek. Bizni ko'rib qoldi. Slendrina. Buni qaramasak, uyqu qolishi mumkin, lekin bu mana bu nijomimizni taqiq qilaveradi. Voy. Bujon kelyapmi? Bujon. Voy. Qaydan qaydan? Bu kirib olibdi. Do'stlar. Do'stlar, qo'rqinchli o'yin ekan. Buni ko'ramiz yana. O'yinda xatolik bor shekilli. Kirganda, bosganda, xohlasangiz mediumni bosganingizda ham, hardni bosganingizda ham chiqib ketaverar ekan. Uncha sizga taklif qilmayman o'yinni. Shuning uchun bu o'yinni olishingiz shart emas deb o'ylayman. Unda podpiska va like tugmalarini bosib qo'ying. Sizlar bilan Ultra Gamer bo'ldi. Xayr, do'stlar.